Söyümlük Şirali Abdurşit akımızның 20 neçə yıl burunlarda yürek tarihlərimizni çekken Leyli Mecnun degan naqşı. Bu naqşınınki kinosu var, muhabbet hikayesi deb. Şirali Abdurşit akımızınki aksi rolga çıqqan muhabbet hikayesi. Ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Shu kinoningki arsida chiqadigan naqshida bu. Bu naqshining yiltiz, akkord yiltizi D kichik kuy. Asli o'rni D kichik kuy. DM akkord deymiz. Mi degan xat kichik deganni bildirdi. Minor. DM minor. Kichik akkord degan gap. Shodiyo. Agar D deb cho'nglab yozilib qolsa bu D cho'ng kuyulab qoladi. Hozir bu DM akkord. Bunun hammasi ganjoy bilan topadigan narsalar. Avval ganjoyimizni ichib bo'lgandan keyin andiki nazariyani amaliyotga birlashtirib apmamiz. Avval nazariya emas, o'lak holatda emas, yoki sansifar orqali emas. Eng avval muzik sezim muhim. Qizg'inlik, ishtiyoq muhim, tirishchilik muhim. Andiki keyin biz chaqan narsalarimizni eng avval masalan men mush pasdan chaldim, ismini uqmayman. Men 7 yil mush akkordlarning hech qaysini ismini uqmaydim. Keyingi 3 yilda Andan keyin men nazariyasini bildim. Shuning bilan men necho'g'nas chavatgan ma akkordning o'rniga ma tutqunim asli ma'vu si radio bo'lsa buning pinshin shodiyosi nimishqa ma'ni o'rniga ma'nim chiqadigan-da ovoz, ya'ni o'zgarib ketmaydigan-da, muzik o'zgarib ketmaydigan-da. Asli bu ikkisi bir-biriga parallel bo'lg'achqa, men bu akkord naqshning ichida bu akkordni ma akkordni ishlatmay, ma akkordni ishlasammi, naqsh o'zgarib buzilib ketmaydi degan bir ideya qallasangdi. Kallı içilidu degan gap. En avval shu amaliyotimizni o'tkazamiz, yavolatda. Muzik sezimimizni ochiramiz. Har qanday narsaga chog'lik bo'lamiz. Andikin nazariya orqali bu amaliyotimizni texnik pishiqlaymiz degan gap. Shunga oldingi mazmunlarni tafsiliy ko'rishingizni umid qilaman. Hamma dars kirkitayli. Bu naqshiningki yiltizi dik kichik kuy. Bu dik kichik kuyning oddiy tush usuli hammamizga aydin. Buni oldida ham shu muzika kirdan chenzo qismi bor-da. Bu chenzo qismini qana boshlaymiz. Naqmush bad shu. Ko'tarib o'tdik. Endi mush 3 barmoqning o'rniga yo'tkab qo'ysak bo'ldi. Ham ilish usuli buni bumi bir xil. 4 3 2 1 2 3. Bu emas. Aralıqda birden 2 yanıqcha biz azroq dam olamiz. Azroq bir bo'shliq bor. Udar sezim, ritm uçurishimiz kerak. Udar sezimimiz orqali. Keyingi chiqdim keyinimda ilvatgini bu to'liqlaydi. Keyingi bilakni oldiki bilakni. Endi buni o'lchamliki 4 dan emas 5 dan boshlaymiz. 5 5 4 3 1 2 3 5 4 3 1 2 3. Bu sansifirlarni men o'zim shu ko'rish jarayonida anikin bilalayman. Chilish jarayonida. 5 4 3 1 2 3. Mushni shu ritm uçurimiz herkes qalayim qalamas. Buning o'zi uch ritm bor. Mush ilishni bilib oldik hozir. 5 4 3 1 2 3. Endi akkord. Birinchisi mushi bo'ldi, mush akkord bo'ldi. İkincisi üçüncüsü muş sürüldü yumuşak kılan. Asli mağırını kılan sürüldü. 1 2 3 4. Muşdan özgüreydi şu. Üçüncüsü de 1 2 3 4. Hem iki gitar olib qolsa, bir gitarda mush usulni chilayveramiz, yana bir gitarda Kenzo başlandığı yerniki qisqan akkordlari, akkord tushunchaları.
Endi biz muşun naqşı kirkiteyli bıraklam, ha? Endi kökün kardan başladım. Endi bu naqshiga qanday pas uramiz degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu savollarning javoblari hammamiz oldingi qatordagi shpillarda bor. Shu darsliklarda bor. Shu darslarni tafsiliy ko'rishinglarni umid qilaman. Bir naqshining o'zigami cho'qim bir xil pasni emas, har xil paslarni ishlatishimizni umid qilaman. 抖音